Yo, zarilmagina onasini emsin. İsmim Azbek. Şu YouTube kanalda adminim. Har o'z Rossiyada ishlayman. Hozir Moskva shahrida. Adashmasam 2017-yildan beri ishlayman. Bu degani получается 9 yildan beri, почти 9 yildan beri Rossiyaga kelib ishlayman. O'zbekistonga boraman, bir biznes qilib ko'raman. U katta biznes emas, kichkina biznes. Shu blogerchilikni yurgizmoqchi bo'laman. Borib mol bozorlarga, mashina bozorlariga chiqib video oldim. Mebel bozoriga chiqib video joyladim. Neudachniy bo'ldi, omadsiz bo'ldi. Постоянно ishlamadim, o'zim ham YouTube'da tan olaman. Keyin yana Rossiyaga kelaman. Rossiyaga kelib erishgan narsalarim, uyimni to'g'irladim, uylandim. Uylangandan keyin kelmayman dedim, yana keldim mana bitta farzandlik bo'lgandan keyin, yetkiza olmaganimdan keyin yana kelib hozir Moskva shahrida qurilishda bolalarga power bo'lib ishlayman. O'zi kasbim power. Xo'p, bu esa blogerchilik. YouTube'da, Instagram'da video joylab boraman. Siz hozir bizni qayerdan kuzatmoqchisiz? Musofirda bo'lsangiz, qaysi shahardasiz? Qanchadan beri shu davlatga borib, oilangizni tashlab kelib ishlaysiz? Qani, shunaqa insonlar nechta ekan? Shuni bilmoqchiman. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. O'zingizlar asranglar musofirda yurganlar. Bu videoga YouTube'ga video joylayman deb, qanaqa video joylayman deb o'ylayveraman. Video olaman, taom tayyorlaganim olaman da o'zimga yoqmaydi, yuklamayman YouTube'ga. Shunaqa odatim bor. Ko'p kurslarda o'qib chiqqanman. Bo'lmasa, yaxshi chiqmasa YouTube'ga yuklor, qaysidir bittasi yaxshi bo'ladi. Kundan kunga nima deydi, malakang oshib boradi. Yukla degan videolarni ko'p ko'raman. Motivatsiya olib turib, deb video olaman. Video o'zimga yoqmaydi, yana to'xtatib qo'yaman. YouTube'ga ham shunaqa qilganman. YouTube'ga adashmasam 2019-yildan beri qiziqaman. Men bilan teng boshlagan bolalarni mana shu yerda Shahriyor Vlogs bor, men bilan teng boshlagan. Ali Power degan bolalar bor. Shu bolalar boshida YouTube'ga video joylab turgan paytda men ham kanal ochib video yuklab borardim. Birinchi ochgan kanalimni mana shu yerda hozir rasmini chiqarib qo'yaman. Bu kanalim logon parollarini o'chirib esimdan chiqib qolgan. Keyin ikkinchi ochgan kanalim bor. Bu kanalimni asli kursga almashtirib olganman. Bu kanalimni ham rasmini qo'yib qo'yaman. Hozirda bitta kanalim shu qoldi. Mana shu kanalni kechagi kuni nasal qiynalib qo'yganimda ilojsizlikdan sotmoqchi ham bo'ldim. Atiga 1 million narx qo'yishdi bu kanalimga. 20 ming obunachi, 21 mingtadan oshiq obunachisi bo'lsa ham kanalimga $100 baho qo'ydi. Chunki sababi monetizatsiyaga ulanmagan kanalda haligacha 4000 soat yig'magan. 4000 soat yig'magan sababini oz gapirsam uzoq bo'lib ketadi. Agar YouTube'ga qiziqadiganlar bo'lsa, u to'g'risida ham komment yozinglar. YouTube to'g'risida ham ozroq ma'lumot berib o'tish etaman keyingi videolarda. Video uzoq bo'lib ketmasin. Hozir odamlar uzun videolarni undan ko'rmay qo'ydi. Ko'proq bunaqa gorizontal videoni, shorts va reels videolarni ko'p ko'ryapti. Shuning uchun YouTube'da odamlar kam o'tirib, uzun videoni kam odamlar ko'ryapti. Shuning uchun hamma qisqa videolar qilyapti. Men ham ko'proq shorts video qo'yardim. O shorts videolarni ham olib tashlayman deyapman. Ko'proq gorizontal videoga manaqa, gorizontal long, uzun videoga ko'proq fokus qarataman. Video qo'ysam shunaqa uzun video qo'yaman endi xudo xolasa. Xo'p. Kanalga xudo xolasa bundan buyog'iga videolar chiqarishga harakat qilaman. Oddiy video bo'lsa, ovqat mastava qilsam, mastavani ham qo'yib boraman. Moshkishir qilsam, moshkishirni ham qo'yib boraman. Bugun obedga bolalarga moshkishir bo'lyapti.
soat 11 bo'lyapti, hali qaynab chiqqani yo'q. Ko'chaga chiqib non pollarni olib kelgunimcha ancha vaqt ketib qoldi. Shu bilan bugun videomiz tugadi. Paka.